Tavba deganda doim Alloh subhanahu va taoloning rahmati birga yuradi. Alloh taoloning rahmati hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam Alloh taolo aytdi va rahmati wasi'at kull shay. Meni rahmatim har bir narsadan va hamma narsalardan kengroq dedi Alloh taolo. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam hadisda innalloha xalaqa mi'ata rahmatin. Alloh subhanahu va taolo 100 ta rahmatni yaratdi dedi. Va 100 ta rahmatdan bittasini yer yuziga tushirib qo'ydi dedi. İnsaniyat, hayvonot olami dunyo boshlangandan boshlab qiyomat kunigacha mana shu bitta rahmati bilan insonlar va jamoat, nabotot, jonzotlarning hammasi shu bitta rahmati bilan bir-birlariga rahim qilib yashaydi dedi. Hadisning davomida payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam sigir o'zini tuqqan bolasini shu 100 ta rahmatni bir bo'lagi tufayli yangi tuqqan bolasini tepalab olmaydi dedi. Alloh subhanahu va taolo 7 ta jahannamni yaratdi. Ammo 8 ta jannatni yaratdi Alloh taolo. Hadisda payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam innalloha yumhilu va idza akhadhahu lam yuflithu dedi. Alloh taolo bandalariga imkoniyatlarni beraveradi dedi. Imkoniyatlarni beradi. Gunoh qilsa ham imkoniyatlarni yana beradi. Gunoh qilsa ham imkoniyatlarni yana beradi. Ammo vaqti kelganda uni jonini olmasdan qo'ymaydi dedi. Mana biz ismlarimizni esdan chiqaraylik. Mansablarimizni esdan chiqaraylik. Har bir narsani esdan chiqaraylikda faqat musulmonligimizni eslaylik. Onadan tug'ilgan kunimizni eslaylik. Shu bugungacha yashab kelgan hayotimizni eslaylik. Alloh taolo bizga nima berdi-yu biz Alloh taologa qanchalik shukr qildik. Alloh subhanahu va taolo bizga qanchalik mehribonlik qilyapti-yu biz qanchalik ibodat qilyapmiz. Mo'min musulmon kishi deydi ulamolarimiz, oynani yoniga o'tib o'ziga o'zi bir savol berish kerak. Qayerdan kelding? Qayerda yashayapsan va qayerga qarab ketyapsan deb o'ziga o'zi bir savol berish kerak deydi. Alloh subhanahu va taolo bizga ertalabda-yu, kechga-yu, yozda-yu, qishda doim rahmatlarini mo'l-ko'l keng qilib berib qo'yapti. Lekin biz Alloh subhanahu va taoloning shu bergan rahmatlariga, bergan rizqlariga, bergan yaxshiliklariga shukr qila olyapmizmi yo'qmi? Va yana gunohda davom etyapmizmi yoki tavbada davom etyapmizmi? Shu savollarni har bir odam o'ziga berib ko'rish kerak. Alloh subhanahu va taolo Zumar surasida Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ey Muhammad alayhissalom, siz ummatlaringizga ayting dedi. Siz gunoh qilayotgan ummatlaringizga ayting dedi. Shu gunoh qilayotgan ummatlaringiz meni bandalarim bo'ladi dedi. Ummatingizga ayting demadi. Gunohkor ummatlaringiz meni bandalarim dedi. Qul ya ibadi, ey bandalarim, la taqnatu min rahmatillah. Alloh taoloning rahmatidan noumid bo'lmanglar dedi. Innalloha yaghfiruz zunuba jami'a. Agar haqiqiy tavba qilsanglar, haqiqiy Alloh subhanahu va taolodan qo'rqsanglar, hammalaringni, hamma gunohlaringni kechib tashlaydi. Alloh subhanahu va taolo bizni tashqi ko'rinishimizga qaramaydi. Bizni mansabimizga va hatto bizni qilayotgan gunohimizga ham qaramaydi. Ibn Adam, innaka ma da'awtani va rajawtani ghafartu lak ala ma kana minka wa la ubali. Ey odam bolasi dedi Alloh taolo hadis qudsiyda. Innaka ma da'awtani, sen chin ixlos bilan menga duo qilar ekansan
va rajawtani, mendan umid qilar ekansan, g'afartu laka ala ma kana mink. O'sha duo qilishligingdan oldingi, o'sha umid qilishligingdan oldingi bo'lgan gunohlaringni hammasini kechirib yuboraman. Vala ubali, qarab o'tirmayman dedi. Sen balkim zino qilgandursan. Sen balkim g'iybat qilgandursan. Odamlarni haqqiga tajovuz qilgandursan. Tuhmat qilgandursan. Qo'shnini haqqi, ayolning haqqini bermagandursan. Alloh subhanahu va taolo vala ubali deb. Men qarab o'tirmayman deyapti. Vala ubali. Qanday gunoh qilgan bo'lsang qarab o'tirmayman. Ixlos bilan tavba qil deyapti. Haqiqiy tavba qil. Gunoh qilganligingni e'tirof qilgin bandam. Men gunohlaringni hammasini kechirib yuboraman deyapti. Law atayta, bandam menga yer yuzini to'ldirib gunoh qilib kelsang, g'afartu lak, hamma gunohlaringni kechirib yuboraman deyapti. Walau balagat zunubuka anana as-sama, qilgan gunohlaring yer yuzini to'ldirgandan keyin osmonlarga yetib borgan bo'lsa ham kechirib yuboraman deyapti. Alloh subhanahu va taoloning rahmati keng. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam g'azotlarning birida bir ayol kishi yosh go'dak bolasini izlab yurganini ko'rdi. Sahobalarga aytdi, qarab turinglar, bu bolasini izlayapti dedi. Bilamiz ayol kishining farzandga bo'lgan mehri qanday, farzandga bo'lgan muhabbati qanday. U yoqqa yugurdi, bu yoqqa yugurdi, farzandidan topolmay oxiri farzandini topib mahkam quchoqlab, o'pib, yig'lab bolasini topgandan keyin juda xursand bo'lib ketdi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam, ko'rdinglarmi mana bu ayolning xursandchiligini dedi. Mana bu ayolning xursandchiligini ko'rdinglarmi dedi. Yosh go'dak farzandini topib oldi dedi. Alloh taolo shu ayolni bolasiga bo'lgan mehrdan ko'ra Alloh taoloning sizlarga bo'lgan mehri ko'proq dedi. Shu ayol bolasini qanchalik yaxshi ko'rsa, Alloh taolo sizlarni undan ko'ra ko'proq yaxshi ko'radi dedi. Ba'zi bir ulamolarimiz onang qiyomat kunida jannat kalit qo'lida bo'lsa hisob kitob qilaman desa va Alloh taoloning qo'lida kalit hisob kitob qilaman desa kimni tanlaysan deganda shubhasiz Alloh taoloni tanlayman degan. Onamiz mehribon, uxlamay kutadi uyda. Qayerda yuribsan deydi, hijolat bo'ladi, haqiqiy do'st. Onam hisob kitob qilish emas, men Alloh subhanahu va taoloning hisob kitobiga zorman, Alloh taoloning hisob kitobini xohlayman deyish kerak. Qancha gunoh qilgan bo'lsangiz ham, qayerda gunoh qilgan bo'lsangiz ham haqiqiy tavba qiling, Alloh taolo kechiradi. Bandalarning huzurida emas, Alloh taologa haqiqiy ruku qiling, haqiqiy sajda qiling. Ey Robbim, men adashgan ekanman. Shu xatolik, kamchilikka men yo'l qo'ygan ekanman. Seni mag'firating keng. Sen kechirmasang kim kechiradi? Jannat, do'zax seniki, dunyo, oxirat seniki. Sen o'zing meni gunohlarimni yashirding, o'zing gunohlarimni kechirmasang kimga boraman deb mahkam tavba qiling. Yalining, yolvoring, so'rang Alloh taolodan. Shunda Alloh subhanahu va taolo oyatning oxirida innalloha yaghfiruz zunuba jami'a dedi. Alloh taolo hamma gunohlarni kechirib tashlaydi. Va yana oyati davomida innahu huval g'afurur rahim. Eng kechirguvchi va eng rahimli bo'lgan bu Alloh subhanahu va taolo.